Do'stlar, sizlarga bugun srochniy vakansiyalarimiz bor. Germaniyadan fasatchi akalarimizga mokriy fasad qiladigan usta akalarimiz kerak bizga. Soatiga 12 yevrodan bir kunda o'rtacha 9 soat atrofida ishlasangiz bo'ladi. Germaniyani har xil shaharlarda, Myunxen, Stuttgart shunaqa shaharlarda ishlarimiz bor. Undan tashqari bizga yana armaturshiylar kerak. Armaturshiylarga soatiga o'sha 12 yevrodan jilyo besplatno. Fasatchi akalarimizga ham kvartirasi tekin. Bizda yana Germaniyada yana boshqa vakansiyalarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Nomerlarimizni xudo xolasa kommentariyaga yozib qo'yamiz. Yana sizlarga qaysi davlatdan vakansiyalarimiz qiziq bo'lyapti? Sizlarga ko'proq Polshadan vakansiya kerakmi yoki Germaniya yoki shunaqa Yevropaning boshqa davlatlaridan? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Rahmat.